Yurtimizda sog'lom turmush tarzi keng miqyosda targ'ib etib kelinmoqda. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston Musulmonlar idorasi raisi Muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari tashabbusi bilan viloyat bosh imom xatibi hamda Sirdaryo viloyati hokimligi hamkorligida joylarda sportning turli yo'nalishlari bo'yicha musobaqalar tashkil etilmoqda. Mana bugun muhtaram muftiy hazratlarini ko'rsatmalar o'laroq respublikada butun imom xatiblarimiz o'rtasida mana shunday sport tadbirlari davom etyapti. Sirdaryo viloyatida 2026 yil 24 yanvar kuni tuman shaharlarda faoliyat yuritayotgan imom xatib va imom noiblardan tashkil topgan guruhlar o'rtasida voleybol, stol tennisi hamda shaxmat shashka yo'nalishlarida musobaqa tashkil qilindi. Voleybol yo'nalishida 8 ta guruhdan birinchi o'rinni Sayxunobod tumani, ikkinchi o'rinni Guliston tumani, uchinchi o'rinni Sirdaryo tumani jamoalari egalladilar. Stol tennisi bo'yicha birinchi o'rin Sulaymonov Abdulhafiz, Qo'nchi jome masjidi imom xatibi, ikkinchi o'rin Mirsoatov Murodjon, Ahmad Yassaviy jome masjidi imom xatibi, uchinchi o'rin Kubayev Ramziddin, Sayxunobod tumani bosh imom xatibi. Shaxmat shashka yo'nalishi bo'yicha birinchi o'rin Aslanbayev Xurshid, Abduqahhor Hoji jome masjidi imom xatibi, Xidirov O'ktam, Sofi Olloyor jome masjidi imom xatibi, ikkinchi o'rin Artikbayev Shohruxiddin, Ziyo jome masjidi imom xatibi, Nafasov G'ayrat, Abu Dardo jome masjidi imom xatibi, uchinchi o'rin Abdukarimov Asliddin, Guliston tumani, Ismanov Bahromjon, Talxa ibn Ubaydulloh jome masjidi imom xatiblari faxriy o'rinlarni egalladilar. Musobaqalar do'stona muhitda yuqori sport ruhida o'tib, ishtirokchilarga ko'tarinki kayfiyat va iliq taassurotlar ulashdi. Tadbir yakunida g'olib va faol ishtirokchilarga tashkilotchilar tomonidan faxriy yorliqlar hamda qimmatbaho sovg'alar topshirildi.